Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan xijijan do'stinglar yandim boyan. Bugun sizlarga so'zlaydigan bu kino intayin bir koni kino bo'lib, Masaykosda shaxmat o'ynagidek, naqsining arsa kino qistogidek, adam ko'simi koni muhabbetini eslab qolgidek bir kinodir. Mana bu kino Hindistonni zilzilaga keltirdimi, uni bilmadim, lekin Xinjiangdagi Doban VCDchilarni zilzilaga keltirib etgan Hindiston tarixidagi tunji xalqning rasmiga oldinib ketgan bir voqeani aks ettirgan kino Koyla. Roj deb bir Hindistonlik boygo'jan bar bo'lib, qo'ltiqida oshnisi var, miltiqining chashmisi var, itining poshnisi var, chiroyiga ablaqligi chiqib ketgan davxo bir nima edi. Mana bugun u oshnisi bilan ovga chiqib bir pay itib, o'ljidan birsiga tekkizdi. O'jamning ishlari qavishib, o'ljiga itilay deb turishiga to'satdan Shankar ismli bir yigit yugurib chiqib, "Menmi o'jamning qo'l ostidagi ishdek yashayotgan bir odam-ku" deb itilib chiqib, o'ljini tutib ekib berdi. O'jam bo'lsa faxrinib, yandagi odamlarga uni maqtab berdi. "Ko'rdinglarmi? Mana bu mening ishlarimning ichidagi birdan bir o'r turib siydigan sadoqatman ishdim. Hey, lekin bu bechora gap qilolmaydi-da." To'g'ri, Shankar gap qilolmaydi. Chunki u kichik vaqtidagi bir voqeada qochib bo'lib qolgan. Bizning o'jam xalq oldida intayin xalq suydigan yaxshi bir o'jam bo'lgani bilan Astriddan intayin razil xalqni ezdigan bir xotin purush yalmavuz edi. Erishmoqchi bo'lgan narsiga har qanday razil vosita orqali cho'qim erishadi. Voda, shu vodala deydi. Mana bu sharobdan birini ichib 10 kun beshini ko'tara olmay uxlaydigan o'jam Hindistonlik saxta tevib Qodirning tavsiya qilgan do'rsi shifoy turik bilan davoyi qo'ziqni ishkandan yoqi eng bo'lmaganda ikki yig'iz lavuz gapni qilgudek jon kirgan edi. Lekin qiyirliq degan yanala qiyirliqda. U tuyuqsiz o'rindan qo'pib birer ishqi tamshalganda qilgani bilan yana qopolmay yetib qoldi. Qodir, nima u bagan do'rang? Haqiqat lasqatmidi u? Hocam, to'g'ri payda qilmadi emas. Ava xotin ziyon qilyapti sizga. Bu nima degani? Hocam, odam degan tashqi jingmomi emas bo'lmaydi. Andamanda boshqa xogo-pogolarni yeb qo'yish kerak. Shunda qilib, bular uydagi langpungda qiz bolani tashlab qo'yib, yangicha bir planga otlanmoqchi bo'ladi. Yana bir tarafdagi yezda Guli ismli bir qiz bola bo'lib, cho'ng bo'g'iniga baxmay kichik bolalar bilan birga o'ynab, o'zini omoq ko'rsatdi. Mana bugun u kichik bolalar bilan birga doğru salgan pranikni yevilib, yildan bosh bo'lib qoldi. Ras, ular o azaldan yildan bosh. Ular birlikda bezlik qilib, Roji hocamning mashinasining yo'lini to'sab o'ldirib oldi. Xinem, bir chatga o'ssala. Vay, kimni xinem deyapsiz? Meni-chu odat xalqlar jinim deb chaqirdi. Vay, mavdab shaqni? Uy, siz-chu aqchash qaraysiz-ku. Van Hong va maq taskilib chechingiz oqirib ketdi-da. Gulining opisi Gulining qulqidan so'zg'an peti uni uyga kirib ketdi. Lekin u chaqda Roji hocamning ko'zi allaqachon bu qizga tushib bo'lgan edi. Shundan beri shu qiz ko'yida, yana qayta ko'rish o'yida. Bir yerlerim mitmit qilib, uchrab qoldi xalqning to'yida, deganda Roji hocam Gulini xalqning to'yida uchirtib qoladi. Hamda bu qizni ilishqa qat'iy niyat bog'laydi. Bo'y bo'lsammi navrangni olaman degan niyati bo'lgan bilan shuning uchishliq chiroy yo'qda. Rost to'g'ri. Rasmni chiroylik, bemeyto shu deyasab, evet pasamla bo'lmadimi? Hocam, qo'ylab ketibsiz. Sizning rasmingizni yasab bo'lguncha kompyutermi kuyib ketadi. Uningdan ko'ra xalqning rasmini avatib altap silapla elvanmamdi. Ishlarni pishirib olamiz, bo'laqni petir qilamiz. Shuningdan keyin kim bilan kimning qari? Shunda qilib, ular Shankarning rasmini Gulining uydagilarga avatib berdi. Shabdulning nots panto, rasmning nots yanto degandek bu rasmni ko'rgan Guli ichidan yuraklari o'ynab ketdi. Hamda darhol bu to'yga qo'shildi. To'y kuni ularning ish qiyib ketsin deb o'choqni cho'rdab cho'glayotganda to'satdan Guli mehmonlar orasidagi rasmdagi o'sha yigitni ko'rib qoldi. Voy, bu nima bo'lib ketdi? Ular qo'shkizakmi nima? Opla, almashtirib qo'ysam qandoqmi qilarman? Bo'ptilar. Men nima sen tatatdim? Har bir shay galakanku. Lekin bir yerlari bu deyjirxu. Guli to'satdan kayniga burilib, shartli qilib begimning yuzdagi pardani tortib ilivitib, pardaning kayindagi 70 yillik qo'ni asaratiqini ko'rib qoldi. Bichora Guli, "Oda maya" deyishqimi ulgurmay, o'shidan ketib qoldi. Kech bo'lganda Guli o'jir uydagi karvatda o'shiq keldi. 20 yashimda, gulim beshimda. Uxlab o'yg'onsam, ovam qishimda. Darvaqa, Guli bu oldidagi bo'g'istek turgan odamni ko'rib, qattiq cho'chib ketib, bu ishlarning hammasining oldamchilik ekanligini hamda hargizma bo'ysunmaydiganligini aytdi. Siz menga yaqin kelmang. Yaqin kelsangiz men vaqirayman. Vaqiraysiz. Albatta vaqiraysiz. Bugun shu vaqiraydigan kun-ku. Guli o'zini o'ltirib olaman deb tahdid silish orqali qarshilik ko'rsatdi. Lekin Roji hocam intayin bir o'g'il bolchilik bor odam bo'lib, men seni qistamayman, hamon bir kuni ko'nglimni tushunib qolasan-ku deb asta chiqib ketdi.
Raji do'st birodarlarining oldida sat bo'lmasligi uchun o'zining oshnasi Benrini Gulining siyoqida yasandirib, o'g'il taraf chillaqqa qatnashtirdi. Shankar bo'lsa, iyak tutib haqning xotiniga qarab o'ltirib, to'lg'inib do'stlari bilan usul qochib ketdi. Bichora Guli oldila nimani ko'rsam ko'ray demasdan joylik qilib qaytib ketishga urindi. Lekin qandaqmi qochib qutula olsin? Vaqt qolmagan Raji xo'jam uni tutib olib chiqidek soladi. Hamda uydan chiqolmas qilib solab qo'ydi. Bu ahvollarni ko'rgan oq ko'ngil Shankar Pikachining o'yiga yosh bolalarning to'yiga aralashma degan aqliyani unutib kelib, bu ishlarning tegitakini surishtirish uchun Guli bilan ko'rishdi. Shankarni ko'rgan Guli qattiq azoblanib ketdi. Hamda butun ishlarni Shankardan ko'rdi. Uningdan qattiq xafa bo'ldi. Shankarmi yemagan mantining pulni to'liginiga haqda hayron qilib, ang'ib qarab qoldi. Shankarning og'insi Shankarning gap qilolmaydiganligini, hamda bu ishlarni Shankarning bilmaydiganligini Guliga aytdi. Dal bu vaqtda Raji xo'jam oshnasini qo'ltiqlab, so'rindan masolatga qaytib keldi. Jinim, men Raji bugun sen bilan ilm tahsil qilib, ishqiri tashqiri bo'lib ketaman. Bo'ladi xo'jam amsa. Benri gapini tugatmay turibla, Raji xo'jam tattiq uyquga ketib qoldi. Ilmga intayin talmirgan bu qiz o'zini bosolmay taloq yugrab chiqib, Shankarni tepib, uning bilan cho'nqur munozara elib bormoqchi bo'ldi. Lekin bu dumbisini qilib o'ltag'a odam Shankar emas, balki budur chashliq Shanku edi. Bu dumbisini qilib o'ltag'a odam Shankar emas, balki budur chashliq Shanku edi. Oy, xinem, bilimga tashnoliqingiz ko'zingizga chiqib ketib qopti. Kasli xinem, men fizik, ximiya, biologiyadan tortib, hattoki Guangbo tisoqcha hammani pishiq bilaman. Makilang bilan tahlil qilayli. Benrining chiqog'aligini anglagan Shankar jiroqdan ushqandek yugurib kelib Shankuni bir chetga ishtirib etdi. Lekin bu odamning dal o'zining xo'jayinining inisi ekanligini ko'rib, mushitishga qo'li bormaydi. Shanku fursatdan foydalanib Shankarni qattiq urib ketdi. Hamda akasining yiniga akilib, oqni qar qilib so'zlaydi. "Tova aka, sening yaring voy Benri. Akşamuni kim söyledi? Aksim marab basam. Sening chaqiring söyledi." Bu gaplarni anglagan Raji xo'jam Shankarni qattiq urib ketdi. Benri bo'lsa, asli ishlar mundaqdi, sizning ufqingiz undaqdi demasdan, "Vi men zo'lagan, u unmagan, hamma gunoh menda" deb Shankarni qaraga bo'yab qo'ydi. Raji xo'jam ochchig'ida Benrini opirib Hindistondagi bir apash bir to'p qizlarni boshqurdigan, yejisi nachar bo'lib qolsa, necha kungacha osh qo'ydigan yerga opirib tashlab qo'ydi. Shankar bo'lsa, bekordan yavolgan toyiqining og'rig'ida karavotda dum bo'lib ingrab yotadi. Raji xo'jamning hisobda bor hamdamda yo'q bo'lgan xotini Guli Shankarning ustidagi uqishmasliklar va yegan tayoqlarini bek oz bo'lib qoldi deb o'ylab qoldimi, uningga yaqin kelib dumbilarini silab turib yig'laydi. Hamda Ramboning kinosini o'rganib olgani bo'yicha dumbisidagi ig'ir yorlarni pasaytish uchun qizil lati bilan Shankarning beshini chigib qo'ydi. Asir Raji xo'jam Gulini opirib xalq olam oldida so'rin berib qasam qildirmoqchi bo'ldi. Guli bo'lsa, bugungi so'rinda me'morlar bek chiqqan, men bir govlang turib olsam, haqlar meni chiroyli qiz bola ekan deb qason deb boshdan oxiri avvalik suvaradek jimmini o'ltirib oladi. Qizim, eringizning o'tida kuyib, chin qalbingizdan suyishni xohlamsiz? Raji xo'jam intoyin sodda bir boy bo'lib, u roibning gapini xato tushunib, bu qiz mening o'timda kuyamdi, kuymamdi deb kuyayotgan o'tinni kuymagan xotiniga yoqdi. Gulining hech qanday inkas bildirmaganligiga qarab, xo'jam hayron qoladi. Desigenga chidaydi qo'ng'iz, dag'malga chidaydi to'ng'iz deyotgan, ma'u xotin rasmiy pishqon xotin ganjimi? Gulining kuygan qo'llaridan chiqqan puroqni purab qolgan Shankar, "Voy, kavob bayram bo'ldimi nima?" deb xo'shalligida dumboqni ilib, boshlanguchdagi baraban atrofida o'ginib olgan o'nirni ishq silib, nag'irga tushib ketdi. "Mana hayzing bilan chasang nag'ira, usulga tushar to'lg'ab sag'ira" degandek, qandoqmi bir odam nag'irning ovoziga chidab o'ltira olsin? Guli o'zini bosolmay usulga tushib ketdi. O'zining xotinning haqning depiga usul o'ynayotganligini ko'rgan Raji xo'jam ich-ichidan mayuslanib xush bo'lib ketdi. Kunlar mushundoq o'tayverdi. Bir kuni Gulining chataldan ishlayotgan aksi tuyuqsizla qaytib keldi. "Ammo singlim qani?" "Vay, oshiq ukam, sizni kalmamdiki deb singlingizni agib yutibdi." "Voy, nim deganingiz bu? Meni kalmamdiki deb eringizni opirib ko'mbasingiz olmamdi?" "Vay ukam, ansirmang. Shundaq bir to'qqizi tal bir odamga tegdi." Oshiq darhol singlisining uyiga uni izlab bormoqchi bo'ldi. Raji xo'jam bo'lsa, takdi silib bu yerda bo'lgan ishlarni akangga aytadigan bo'lsang, piyingni kesib etaman deydi. "Yo, aytishi. Taraq. Nemanchilar teriksa, sapra bo'lma, ig'ir besxol ukam. Ma bir nima, pano salonni bilmaydi-ku. Teq bir ko'to'lab ko'mayma deydi. Hay, bo'ldi, cho'ng ish emasga. Asha bir ko'yni opirib fangday to'lisin, mashinning shofusini to'lisin. Hozir bosh qizlar shualivim qilpasin, ko'mdingmi achirayga. Da ko'chiraychi kisibdi bu bola. Lekin aka, ma Guanzhou densan jo'nfa qilmaymi deb olsa. 抖音。